Minecraft lekin qishloqlar o'yini men uchun o'tib beradi. Maqsadimiz Ender Dragon'ga zaten agar kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang deb. Barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Kayzo bilaman. Hozir sizlarda juda ham ko'p savollar bor. Kayzo skiningiz qani? Qishloqcha. Yomonmas spawmanga yo'qdi. Kayzo skiningiz qani? Nimaga shader yo'qilgan? Qanaqasiga shader ishlayapti degan savollar bo'lishi mumkin. To'g'ri azizlar, men skinim yo'q, bu shader ishlayapti. Bu kompyuter meniki emas. Bu kompyuterda Draconic bilan ikkalamiz o'tirmaydi. Joxa o'z uchun-da uzr bilan ismingizni eslab qolmadim. Joxa o'z uchun maxsus yig'ib berdik, qaranglar ishlashiga gap yo'q. Skin shu uchun ko'rinmagan va shader ishlaydi. Asosiysi nafaqat bu oddiy Solas shader, balkim professional boshqa shaderlarimiz ham bor. Masalan, Zeus olib qarasak agar juda ham zo'r shader. Menga osmonni tasvirlashi yoqadi va suvni tasvirlashi ajoyib. Prosta gap yo'q darajada yoqadi. Hozir ko'rasizlar o'zlaringiz ham. Va BSL ni ham ishlatib ko'rdik. Menimcha eng katta hajmga egasi bu BSL bo'lsa kerak. BSL juda ham massiv. O'zi shader deb qidirsanglar, birinchi o'rinda BSL chiqib keladi, undan keyin Zeus keladi adashmasam, keyin yana bitta qanaqangidir P bilan boshlanadigan qishloqcha. Tushunmadim. Ikkita qishloqcha. Yomon emas. Qaranglar, bulutlar qaranglar. Wow. Okay, FPS nechta? FPS juda ham kam, chunki shaderimiz seriozniy shader. Okay, qarang, suvni qanaqa tasvirlayotgan. Wow. Tushunmadim. Nimaga loyiqa suv? Suvni tiniq qilsanglar bo'ladi-yu. Okay, odam jinni bo'lib qoladi. Yo'q. Keyinlarda 3-shaderni ham ko'ramiz. BSL shader menga Solas yoqadi. Solasdan yaxshiroq shader ko'rmadim hozircha. Kimgadir boshqa narsa yoqar, menga lekin Solas juda ham qattiq yoqadi. Bu shaderni men kanalim boshlangandan beri ishlataman. Afsuski o'zimning kompyuterimda video kartada birozgina muammolar bor. Shuning uchun shader hozircha ko'tarmayapti, lekin mana Joxa o'zga yasagan kompyuterimizda oldinda turibdi hozir. Shader bemalol ko'taradi. Tak va okay. Qanaqangidir rangi past deyman shu BSL. Qanaqangidir past rangi bilmadim. Lekin yomon emas, birozgina nima deydi, multiyashniga o'xshaydi, xuddi multfilmga o'xshaydi, lekin chidasa bo'ladi, ajoyib. Suvni ko'ramiz, suv normal. Suvi ana bu nimanikiga ko'ra yaxshiroq ekan. Xo'p, bo'lmasa keyinlarda o'zimizni shader bilan o'ynaymiz. Men ham shader bilan o'ynaydigan vaqtda keldi-yu tova. Ajoyib. Xullas kelam juda ham zo'r. Azizlar, agar sizga ham kompyuter kerak bo'lsa, Draconicga yoki menga yoki Nodirbekka murojaat qilishingiz mumkin. Uchalamiz birga kompyuter yig'ib sizlarga yuboramiz, problema emas. Ishlashga gap yo'q. Ajoyib. Aytgancha, men Telegram kanalimga ham obuna bo'linglar. U yerda turli xil yangiliklar tashlab turaman. Bo'lmasa challenge boshlaymiz. Xo'sh, bo'ldi. Qishloqlar o'yini men uchun o'tib beradi va biz qishloqcha topdik. Yomon emas. O'zi menga qishloqcha kerak edi. Qayerdan topaman qishloqcha deb yurgandim. Birdaniga ikkita qishloqcha. Spawn oldi yana. Bu yerda o'tib olishimiz pichan. Yaxshi non olishimiz mumkin. Bu yerdan o'tib olamiz. Xo'p, azizlar, qishloqlar menga xizmat qilishi boshlashi uchun adashmasam ularga olmos emas, izimrud tashlash kerak. Izimrud qayerdan topaman? Okay, mayli, hozir non olamiz. Nonimiz bor. Shaderdan baribir boshqacha ekan. Mazza. Birozgina o'yin qotishi mumkin, chunki kompyuterimiz jam kuchli emas. Kompyuterimizni narxi где-то 1.900.000 ga chiqdi. 1.900.000 hozir. Xarakteristikasini aytaman. i5 ikkinchi pokoleniya. Xo'p, video karta 2 GB li Radeon 256 bit. Video karta seriozni video karta. Vaqtida juda ham zo'r video kartalardan biri bo'lgan o'z zamonasida. Operativ xotira 32 GB, SSD, HDD ikkalasi ham bor. Va monitor ham qo'shib beramiz. Shuning uchun narxi birozgina qimmatlashdi, lekin ishlashga qaranglar, gap yo'q. Bemalol o'ynasa bo'ladi. Stream ham menimcha ko'taradi, chunki kompyuterimiz nima deydi, игровой emas, игровой boshlang'ich desak bo'ladi. Byudjetniy игровой, lekin normal o'ynasa bo'ladigan narsa. Xo'p, men bu uyga kirdim. Obbo, izimrud qayerdan topaman? Bular sotadi-yu. Tak. Hozir. 1 minut. Brat, shoshmanglar. Agar bular izimrud sotsa, eng oson sotib olish mumkin bo'ladigan jitelni yasashimiz kerak. Bu uchun bizga daraxt kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qishloqqa ham borishim kerak, chunki balkim u yerda izimrud просто tak bordir. Galenga tegmaymiz, hozircha tegmaymiz. Bizga temir вообще kerak emas, bizga daraxt kerak bo'ldi. Xo'p, daraxt nechta kerak? 4 ta daraxt va ikkita graviy flint kerak bo'lar ekan, ya'ni ikkita chaqib tosh kerak. Mayli, topamiz, problema emas. Bu kompyuter meniki emas, shuning uchun birozgina nima deydi, g'alati challenge-ni bajaryapman. Klaviaturasi ham qanaqangidir nima ekan, oddiy membranli klaviatura, mishka ham meniki emas. Shuning uchun azizlar, birozgina o'yinim qochadigan bo'lsa, mendan emas, eshitdi.
kompyuterdan tak agar bunga bitta cho'tki klaviatura qo'ysanglar tak mishka normalniy Razer bo'lmasa ham bir хотя бы mexanический klaviaturaga mos bitta cho'tki mishka qo'ysanglar va naushnik bitta bo'ldi bemalol stream qiladigan kompyuter bo'pti. Xo'p, ikkita kravatni nima qilaman man, bittasini yetib ortadi. Xo'sh, bo'lmasa ikkinchi qishloq qayerda edi? Mana qochib boshladi. Tak chang nechta chang ja ko'p emas, lekin normal o'ynasa bo'ladi. Asosiysi shu. Bratanim, sizga soqqali ish bor. Xo'p, yo, soqqali ish berishdan avval bizga graviy kerak bo'ladi. Nima bu ekan? Bizga хотя бы 2 dona graviy kerak. Davay. Ikkinchisidan olib ketaman. Gram yo'q, bilmadim. Yesijo mendan rozi bo'lasizlar azizlar. Oldim. Ikkinchisi kerakmi berdi. Ajoyib. Brat. Qutqarish kerak emas meni. Joyingizga o'ting. To'g'ri, cho'kib ketasiz. Tak. Menga yana kremin kerak, shuning uchun mana buni sindirib kremin olamiz. Bilmadim shans qancha buni kremin berishini, lekin umid qilamanki, oppa, ajoyib. Как раз menga brat kerak edi. Keling. Okey, taxtalarni qo'yib chiqdik. Okey. Bratanim, sizga soqqali ish bor. Короче, kamonchi bo'lishingiz kerak. Kamonchi bu. Mana. Obbo, nima bu takasal teng? Ishlamaysanmi? Normalniy hunar aytdim-man senga. Tak. Bo'lmasa kirib olamiz. Okey. Tapor kerak emas, chunki bu yerda bo'lishlik bor. Mana digital uyni buzamiz. 1 2 3-chisini ham olamiz. Ajoyib bu. Normalniy. Xo'sh, okey. Va menga tapor kerak. Ajoyib. Xo'p, bo'lmasa bironta allaqachon kasb hunari bor jitel topishimiz kerak. Bu brat bo'lmas ekanlar, rostdan aytsam brat xafa qildik. Mani nuqul suvga kirib yuradi, jinni. Mushuk ham tushibdi suvga tushgan mushuk. Xo'p, boshqa jitel uyiga boramiz hozir. Adashmasam, mana shu yerda bitta kasb hunari bor jitel bor edi. Bo'ldi, kutubxonachi o'shani ostagina alishtiramiz. Sekinlik bilan bratanim sizga yangi kasb olib qo'ydim. Mana kamonchi bo'lasiz. Hoppa, yaxshi. Ajoyib. Okey, shoshmang. Sizga bitta cho'tki nima bor-da, tek. Qanaqa men buni bog'lab qo'ysam bo'ladi. Hoppa, bo'ldi. Endi qochib keta olmaydi. Xo'p, ana endi menga taxta kerak, daraxt kerak. Ana yerda o'rmon bor ekan. Ajoyib. Iloji boricha ko'proq daraxt olishim kerak. Iloji boricha ko'proq taxta bilan jitel oldiga boraman. Xo'p, azizlar, taporim sindi. Ko'ramiz qancha daraxt olibman. Yomon emas, 35 ga 5. Menimcha bo'ladi. Ko'p bo'lmasa ham. Hozir ko'ramiz nechta taxta chiqar ekan. Crafting table qo'yamiz. Xo'sh, menga hammasiga taxta ber. Buni ham hammasiga taxta ber. Ana endi menga hammasiga cho'p ber. Tak, cho'p. Hop, normalniy, ko'p emas, lekin kam emas. Abbo, taxta qolmadi endi. Nima bilaman? Mayli. Bitta qo'lda sindirib ketamiz. Hech bo'lmasa bizga cho'p yasash uchun emas-u, o'sha yerda shoshmanglar. Kirka bo'lsa normalniy kirka bo'lsa agar toshdan yasab olamiz. Xo'p, ana endi ana jitel topish kerak. Ana jitel topgandan keyin olmos olsa, izumrud olsa bo'ladi. Keyin jitellarni hammasini o'zim yutib olaman-da, Ender Dragon urishni boshlaymiz. Ajoyib. Xo'p, o'ylaymanki akam zerikib qolmadingiz. Qanaqa qilman bu yerdan? Mana o'sha sindiramiz. O'ylaymanki akam zerikib qolmaganlar, brat, chiqasizmi? Qanisiz? Shoshmang. Men sizga maxsus nima bilan keldim. Kecha ikkita ikkitadan cho'tki. O'ylaymanki tugamaydi buni olmoslari, izumrudlari o'sha yerda. Abbo, oxirgisi bo'lmay ekan. Mayli, chiqsi yo'q. 10 ta. Bu degani 10 ta jitel o'zimga qila olaman. Normalniy. 10 ta jitel topish kerak bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa kech ham tushyapti. Endi jitellar hammasi uyga kirishib uxlashni boshlaydi menimcha. Nimaga jitellar yo'q tushunmadim. Bolachasi bu yerda. Galem menga qochib kerak emas. Tak. Nimaga jitellar yo'q? Qani jitellar o'sha yerda? Bu yerda bitta jitel bor edi, hech qanaqangi kasb-hunari yo'q. Tak. Hoppa. Mayli, birinchi navbatda shuni o'zimizga qilib olamiz. Akam qanisiz? Akam yo'q ekanlar. Kravatni ham sindirgan ekan bechorani. Bu ikkita kravatni ham yo'q. Mana. Bratanim, siz menikisiz. Tamet deydi. Brat, короче, mayli, hozir yana olaylik, undan keyin hammasini birdaniga ishlatishni boshlaymiz. Tak. Chiqamiz. Obbo, kech tushdi. Ana endi jitellar hammasi uyga kirib uxlashni boshlashadi. Menimcha, okam, siz menikisiz. Tushunmadim. Qanaqasiga? Shoshma. Bitta kravatga kishi uxlaganmi deydilar. Qanaqa
nimasiga? O brat shoshmang, hech kimga aytmayman, bo'ldi, ya hech kimga aytmayman. O'zingiz bosing, ya. Yilchilikda bo'lib turadi. Shoshmang. Men sizga okam, shoshma, uni qaranglar. Qo'rqma, shantaj qilmayman. Bo'ldi, menimcha bu bagmi deyishchi. Kirchi unaqani ko'ramiz, ha? Qanaqasiga sen ikkita bo'lyapti? Tak. Tushunmadim. Nima qilyapti o'zing? Nima qilyapsan? Nima? Tushunarsiz holat, mayli. Yana jitil kirdi menimcha. Yo'q, jitil qochgani. Qayerga ketdi? Вообще tushunmadim. Umuman tushunmadim desam bo'ladi. Jitil, qanisan jitil. Mayli. Kimdir topdim. Oppa, yaxshi. Bratanim. Siz menikisiz endi. Siz menikisiz endi. Yaxshi, mayli. Ikkinchi qishloqchaga boramiz. O'sha yerda, birinchi navbatda uxlab olamiz. Bizga uyqu kerak hozircha. Uyqu juda ham kerak. Nimagadir monsterlar spam bo'lmadi. Juda ham g'alati. Spam bo'lsa men kutib turgandim. Galeb nima qilaman? Ishga solaman deb, yo'q, spam bo'lmadi. Mayli, hozir ko'ramiz qayerda pajar. Mana. Pajar bor. Okey. Xo'p, bo'lmasa narigi qishloqqa borish. Shoshmanglar. Jitillar nimaga men ortimdan kelmayapti? Как раз siz men kerak. Shoshmang. Men senga. Menga. Nimaga jitillarim meni ortimdan kelmayapti? Qanisizlar? Qanaqa bularni hammasi ana galim urish boshladi. Brat nimaga? Savol. Menga temir. Rahmat. Как раз menga temir kerak edi. Как раз. Xo'p, va nechta? Normal, yomon emas. Xo'p, jitillarni chaqirishi yo'li bor edi. Adashmasam shift va ikkitasi, uchta oldi. Nechta edi? Tak. Tomga nima qilasiz? Chiqib. 5 ta hammasi bor demak. Demak, hammasi bor, shift bilan hammasini chaqirsam bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa menga masalan oddiygina taxta kerak. Menga taxtani bular sindirib berishlari kerak. Birinchi darajali jitillar. Xo'p, taxtani qayerdan? Mana. Topdim, bo'ldi. Orolning narigi tomonida qishloqcha bor edi. O'sha narigi tomon qayerda qolib ketdi? Shunga hayron. Prosta shunga hayronman. Xo'p, mayli, birinchi navbatda kelinglarda taxta olamiz birozgina. Menga mana shu taxtalar kerak. Qanisizlar, jitillar? Taxtani sindirib beringlar, mana shu daraxt sindiringlar. Bratanlar, daraxt sindirib beringlar. Da. Normal. Rahmat. Xo'p. Demak, ajoyib. Demak, daraxt yoniga borib chaqirishim kerak ekan. Daraxt yoniga borib chaqiramiz. Mana bu yerda daraxtlar ko'p ekan. Tak, mana shu yerga kelib daraxtlarni hammasini sindirib beringlar. Jitillarim qanisi? Mana. Sindir daraxt. Yaxshi. Oppa, adashmasam o'lish qiladigan narsani berdi. Yaxshi, yomon emas. Crafting qiyin ko'rib olamiz. Xo'p, daraxtlarimiz normal 30 ta bo'ldi. 30 ta plus virozadan ham bor ekan. Xo'p, kelinglarda birozga mana bu yoqqa kelib olib, yana bitta chaqirsak, menimcha zo'r bo'ladi. Mana shu daraxtlarni ham qarachi tekstlab tashlash kerak. Kelinglar. Jitillar tekstlanglar qarachi. Давай. Mana shu daraxt sindirib turadi. Ko'rsatish kerak ekan bunga. Ustida odam bormi hali? Bular kechirasiz. Hop, mana buni ham sindirib beringlar. Mana buni ham sindirib beringlar. Da. Mana bu daraxt, jinnimisa, bor. Ko'rmasang nima sindirar ekan. Yaxshi, yomon emas. Hop. Yana menda 5 ta izumrud bor. Shu izumrudlarni keyinlarda jitildan olamiz, undan keyin boshlaymiz. Adashmasam shu tomonda bo'lish. Topdim. Yaxshi. Ketdik. Jitillarim keldi ortimdan. O'ylaymanki, siz bilasizlar. Qanisizlar? Bo'ldi. Prosta tak. Nima qilyapti ana yerda? Вообще bilmadim. Qanaqangidir jitillar majlisi. Xo'p, bu qishloqqa o'tib olamiz. Bu qishloqda qanaqadan izumrud olsak ham bo'lar ekan, kartoshka. Jitillarim, kelinglar o'sha yerda. Nima bo'ldi? Tushunmadim. Taxtami? Yo'q, rahmat, kerak emas. Shoshmang. Yaxshi, yana bittaga ko'paydik. Xo'p, agar yana izumrud bo'lsa, mana shu yerda juda ham zo'r bo'ladi. Yo'q ekan. Lekin menga temir kerak. Jitillar keldi. Temir kerak menga. Mana bo'ladi. Normal. Tak. Temir olib beringlar menga. Olib beringlar temir. Va ishlayapti. Normal. Urmanglar, kerak. Kerak emas, baraka topga. Yo'q. Nima nemislar hamma urib tashlayapsiz. Kerak emas, otni urish. Nima qilaman? Otni boshimga uramanmi? Koja. O'sha yerda koja normalmi?
lekin nima qilaman ota, baraka topkurlar, bir foydaliroq mob uringlar, undan ko'ra qanaqangidir go'sht, mana go'sht topdim. Jitil. Shoshmang. Hozir bir joyga to'plab, ikkalasi birdaniga. Okam, sizga ish bor, soqqali ish. Izumrudlar bor ekan mujik. Yaxshi. Xo'p. Menga birozgina ovqat kerak. Mana shu tak qo'ylarni uringlar. Normalmi? Uringlar. Yomonmas. Tepada bittasi bor. Da, uringlar. Va yaxshi to'g'rilarni ham da, brat. Bolasiga tegmang faqat bolasiga. Urib tashlaydi просто tak. Abbo, bu jiddiy vahshiy ekan juda. Mayli, men qo'yam qolib ketdi, uringlar. Kim o'ylayapsizlar? Zombi bormi bu yerda? Juda ham. Xo'p, ikkinchi marta tushishi bu narsa, demak, o'lish qilishimiz kerak. Jitlarni manda yana 5 ta izumrud bor keraklarda, birozgina endi jitni o'zimiz qilib olamiz, ana undan keyin boshlasak bo'ladi. Xo'p, ovqat normalniy bor. Okam. Oppa, meniki. Yaxshi. Shu u ham daraxtlarni sindirib beradi menga iltimos. Mana shu daraxtlar. Rahmat. Menga yana jitir kerak. Jitir qayerdan olsam bo'ladi. Mana shu ham daraxtlarni iloji bo'lsa sindirib beringlar. Va rahmat. Xo'p. Bo'lmasa jitirlarni kattalashtirib olamiz. Mana bu daraxt ham cho'ta menga yoqmayapti. Sindiringlar. Da. Rahmat. Addushi. Tak, jitillar qanisizlar, sizga tegmayman. O'zinglarni boshqa jitillar tegadi. Tak, va yo'q, nimagadir jitillar yo'q. Nimagadir jitil qolmadi. Mayli, shuncha jitil bilan o'tsak bo'ladi. Menimcha o'yinni hech qanaqangi muammo ko'rmayapman. Xo'p, craft juda ham oson edi. Adashmasam, hozir yig'ib ko'ramiz, agar bo'lmasa qidirib olamiz. Yo'q, yerda qidirib ko'rsak ham bo'ladi. Lekin qiyin emas-da, bizga tak taxtadan kepka kerak 4 ta. Va taxtani o'zi kerak. 3 taxtani o'zi. To'xta, normal. 3 4 okey va o'rtaga adashmasam plastinka. Demak, nimadir xato qildim. Daraxt qo'yamizmi? Daraxt ekan. Xo'p, bo'ldi. Adashmasam qo'limga olishim bilan, bo'ldi. Ana endi bular toshdan sindirish mumkin. Yaxshi, yomon emas. Как раз menga tosh kerak edi. Jitellarim menga tosh berdi. Tosh. Hammasi shu yerdan. Tomda nima qilasizlar? Baraka topkurlar. Tak, tosh chiqdi. Mana shu toshdan sindirib berdi. Wow. Rahmat. Lekin ko'p kerak emas. O'yin qo'tish boshlaydi. Ko'p kerak emas bo'ldi. Yetadi. Shuncha qilib nima qilaman bilmadim, lekin yetadi. Rahmat. Endi menga shoshmanglar, toshdan birdaniga yasab olamiz. Birdaniga. Oldik va shuncha ketgan. Mayli. Xo'p, kerak emas narsani musorga tashlaymiz. Endi juda ham ko'p narsa bo'lib ketdi. Slishkim ko'p narsa bo'ldi. Вообще kerak emas. Bizga kerak emas. Kelkalarimiz bor, xudoga shukr. Tak. Ishda bitta kelkan kerak emas. Gul, yer, daraxt, zombi terisi, plastinka eskisi kerak emas. Yangisini olamiz nasib bo'lsa. Xo'p, bitta mana buni kiyib olsak bo'ladi. Tashlaymiz, tabakat tursin. Mayli. Jitellar bizga plastik yana kerak, chank kerak, tosh chank kerak. Bilmadim, qachon chiqadimi, yo'qmi, nimadan chiqadi. Nega bular hammasi ishlamayapti tepamda? Bular tepadan spam bo'lish yaxshi bo'lar ekan-da. Mayli. Sindiringlar hammasi. Hech narsa qolib ketmasin. Hammasini sindiringlar. Fotelo yasashga imkonim bor edi. Shu yerda yasaymiz. Ko'mir kerak. Hop, qotishni boshladik adashmasam. Tak, narsalar bo'lmasa nima qilib yo'q qilib turaman, bo'lmasa qotadi o'yinimiz. Tak, ketdik va yaxshi. 3 tasi endi qoldi. O'zi 4 ta edi bular deshimiz. Mayli, kerak emas, hozir biz dabdala qilib tashishadi. Xo'p, bizga toshni chank kerak. Qachon chiqadi? Shartlari qanaqa bilmadim-ku. Lekin chiqish kerak. Yana. Shu yerda suvdan panoh qilib tik va menimcha bo'ldi. Xo'p, buncha buzish menga вообще kerak emas. Andezin, gravi umuman kerak emas. Olyapman qaysiga narsalarimni. Suv hammasiga aydor. Xo'p, jitellar sizlar to'xtamanglar, kovlaylar, dakansa ket. Xo'p, gravi bizga kerak emas. Bu shaydir, yonadigan qiladi. Juda ham chiroyli. Xo'p, bo'lmasa toshlarni maksimal darajada tashlab yuboramiz. Endi toshdan plastinka kerak, ya'ni chank kerak toshni.
qachon chiqadi jitellar sindiringlar mana kerak o'sha judayam zarur bo'lib turibdi. Yana 3tasi qoldi, lekin mayli, mehnat qiladiganlar qolganlar adashmasam tepamda qolganlar. Nimaga ular ishlamaydi bilmadim. 3tasi katta bo'lganmi yoki ketdik. Sindiringlar. Xo'p, chiqdimi yo? O, chiqibdi-yu. Wow. Adashmasam shu toshniki va toshniki rangidan ma'lum u. Xo'sh, bo'lmasa keyinlarda toshni ham kattalashtirib olamiz. Endi temirlikni yasab olsak bo'ladi. Tak, bulojnik, kirka. Bulojnik va plastinka o'rtasida bo'ldi. Endi mana temirniki bor. Jitellar, yordam. Qayerga saklayapti u? Yordam. Xo'p, shaderni menimcha o'chirib qo'yamiz. Cho'tta shader bilan birdaniga ko'p blok sindiryapti-yu. Nima deydi, kompyuterimiz birozgina obработка qilish qiyin bo'lyapti. Shuning uchun o'chirib qo'yamiz. Adak o'ynasa bo'ladi-yu, lekin zapisda ta'sir qilmasin degan maqsadda o'chiryapman. Adashmasam ikkinchi darajadagi jitellar menga night vision berar ekan. Hozir ko'rib qoldim. Mayli, tezlarda o'yinni yutamiz degan umiddaman. Xo'p, ana endi hammasi normal bo'ladi degan umiddaman. Uringlarda. Temir. Как раз temir kerak, jitellar menga temir kerak. Xo'p, nimaga hamma jitellar ishlamayapti bilmadim, lekin bu yaxshi emas. 4ta temirim bor. Xo'p, temirdan yasab olish uchun, jitellarni temir darajasiga ko'tarish uchun bizga nechta kerak bo'ladi? Xo'p, 3 × 4 12 ta temir kerak bo'lar ekan. Va 12 ga 4 qo'shsak 16 ta kerak bo'ladi. Hali qancha bor ekan? Tak, yaxshi. Wow. Shuta bular ko'proq sindirishni boshladi menimcha. Sizlar kichkina sindiradi-da. Darajasi oshgan balo. Minecraft jigardan sug'urib oladi-yu bunaqada bular hozir. Sindirib. Mana bu yerda topdim. Yaxshi. Mana bu yerda ham temir bor ekan. Akalar. Berdi. Yomon juda ham tez berdi. Hop. Bo'lmasa kelinglarda pechga yasab olamiz. Pech yasab gravi qani? Gravi nima? Bulojnik umuman tushmayapti. Bo'lishi mumkin emas. Tak, nechimdachi? Bulojnik qani menga kerak? Obbo. Mayli, tepaga chiqib bulojnik olamiz, undan keyin pastga tushib davom ettirsak bo'ladi. Xo'p, adashmasam shu yerlarda qo'ygan edim. Hop, gravi, flint, temir, yo'q, jitellar keling, mana shu bozib tashlaydi hozircha. Tak, menga bulojnik kerak. Skelet ana yerdan bo'ldi, urib tashlashdi menimcha. Hop, bulojnik, hech qachon bulojnik qidirib yuraman deb o'ylamagandim. Tak, va topdim. Bulojnik yo'q ekan. Bormi? Menga tosh kerak. Nima qilsam bo'ladi? Jitellar kelinglarchi. Hozir tosh chiqmasa shuncha Prosta tosh tushmayapti. Tushunarli. Mayli, keladi bo'lmasa, crafting table qanaqa? Crafting table muhim yetib ketadi prosta tak. Menga birozgina menga bulojnik kerak, Tak. Opa, yaxshi. Xo'sh, plastika mana bunisi yangi bor. Tak. Olamiz va menga qilishimiz kerak. Kirka. Normalniy. Hech ham o'ylamagan, o'zim qilaman deb yana bitaverdim. O'zimniki edi. Xo'p, topolam yasab olamiz birdaniga. 39 ta temir bor, topolam yasab olamiz. Chotki hali olmasdan vaqt bor, lekin tak, menga rostgina natijadagi iltimos. Xo'sh. 1 2 3 tushmadi, bular yo'q bo'lib ketyapti. Prosta tak. Andizi. Yo'q bo'lib ketyapti prosta. Menga bulojnik kerak. Bulojnik nima kerak o'zi? Menga bulojnik. Shoshmanglar, balkim andizitdan pechga yasasa bo'lar. Yo'q, diaritdanchi. Diarit dedim, biroz emas. Okay, kompyuter meniki emasda birozgina qiynalyapman o'ynashga, o'rganib ketishim kerak. Okay, mani monitorim 27 talik, bu 19 talik monitor. Bu degani kamida ikkitasi kichkina keladi. Xo'p, menga bo'lmasa ketgan qani. Bulojnik kerak bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas ekan. Tak, iloji boricha ko'proq, chunki men bitta pechga yasamayman. Ovqatlarni ham pishirishimiz kerak. Ovqat o'zimda bormi? Go'sht bo'lishi kerak, bitta 5 ta normal.
demak 2 ta 3 ta yetadi. Xo'p, jitelar natijan to'g'ri tushunasizlar degan. Nimaga bular faqat 3 ta qolganlar tepada yuribdi-da? Men sizlarga pul berib olganman sizlarni. Bu yaxshi emas bu. Yomon, uyat bo'ladi. Tushinglar pastga ishlanglar. Mana shu tepada qolib ketishgan prostadak bo'ldi. Xo'sh, bitta narsalarni o'ldirib yuboramiz. 2 mingta bo'lib ketgan ekan o'qchi. Xo'p, bo'lmasa 1 minut pechka kerak. Menga ikkita pechka kerak. Okay. Night vision menda bormi? Yo'q, night vision. Dynamic lights mencha bo'lish kerak, chunki solas o'zidan qo'shadi. Bo'ladi, yomon. Ja, tushunmadim. Nima emas u, lekin bo'ladi. Hop. Ko'mir bor, qo'yamiz va ikkinchisiga ovqat qo'yamiz. Ovqatimiz bor. Normal. Endi kutsak bo'ldi. Xo'p, temir bitta bor ekan, 39 tadan normal bo'ladi. Yana birozgina bizga lujin kerak bo'lar ekan. Xo'p, tezroq temir darajasini ko'tarib olishimiz kerak. Undan keyin olmosdan ishlasak, menimcha bo'ladi. 1 2 3 4. Lekin jitelarni hammasi ishlash kerak-da. Nimaga yarim tepada qolib ketdi? Prosta tak. Yarim tepada qolib ketdi, qolgani past. Menimcha o'z datapak yasagan odam shunday qilgan ataylar, chunki birdaniga 10 ta 20 ta jitel buzishni boshlasa, Minecraft dabdar qilib tashlaydi. Shuning uchun ham 3 tasi ishlaydi, qolgani tepada kutib turadi prosta tak. Tak. Okay, menga ko'mir kerak. Iloji bo'lsa, shunday tak va yarim qo'ysa agar Вообще buni yarmini berib qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'p, ovqatimiz deyarli pishibdi. Ovqatimiz pishdi. Buni ham pishirib olamiz. Kartoshkani pishirsak bo'ladi. Biror yaxshimisiz? Zo'rmi hammasi? Normalmi? Kutyapman men hozircha. 4 ta temir kerak va 4 ta kirka kerak. Qiziq, ishlatilgan kirkani ishlatsam bo'ladimi yo'qmi? Juda ham g'alati savollar. Yarim kechasida xayolga keladigan savollar desa ham bo'ladi. Tak, mana bu menga kerak emas, точно bular kerak emas. Rahmat. Kremin vashida kerak emas. Kremin vashida kerak. Yana tushadi, gravidan tushadi. Chunki xo'p, o'ylaymanki yo'q bo'lib ketmaydi craftda. Ya'ni dropi tashlaymiz, plastinka menga kerak. Bo'ldi. Temirlarimiz yetarli darajada umid qilaman. 11 temirlarimiz yetarli darajada ekan. Qolganiga biran yasab olaman, olmasam yasam bo'ladi. Hop. Bo'lmasa menga cho'p kerak. Yetadi. 4 ta kirka yasab olamiz. Bor. Endi 4 ta temir qo'yamiz. Bor. Endi plastinkani qiziq, mana shuni qo'yib ko'raylikchi, nima bo'lar ekan? Va bo'lar ekan-u. Va endi adashmasam, endi nima? Tushunmayman. Mana craftni ko'rishim kerak. Tak, endi mana izumrud nima kerak? Temir, железный blok kerakmi? Nima qilardik? Железный blok kerak bizga. Topamiz, problema emas. Temirlarimiz bor. Xo'p, bo'lmasa bu yer baza sifatida tura qolsin. Jitelar, mana shuni prosta yo'q tashlaylik, iltimos. Yaxshi, yomon emas. Qaraylik. Endi hech narsa tushmayapti. Ajoyib. Mana buni ham. Faqat rudalar tushib. Sizlar Minecraftni yarim yo'q tashlayapsiz, unaqa qilmanglar. O'yin qotadi mana. Mayli, chiqsa. Menga yoqyapti asossiz ketdik. Unqay suvni ham yoqib tashay. Sekin. Mayli, chiqsa yo'q. Xo'p, nechta jitel bu yerda bor hozir menda? Shitda kimlarda men shu yerda sindirishga beramiz, sindiringlar. 3 ta sindiryapti. Yomon emas. Tak. Temirlarimiz ko'payyapti. Bu juda ham yaxshi. Faqat meni narsalarni sindirmasanglar bo'ldi. Xo'p, 42 ta temirim bor. Mana bu yerda creeper bor ekan. Yordam. Jitelar, uringlar. Mana buni. Yo'q, menga keltirish kerak emas u jinni. Xo'p, plastinkani berdim. Yo'q, bu bor edi menimcha. Shumi, emasmi bilmadim. Har bir sindirilgan temirdan plastinka tushish ehtimolligi bor. Tak. Chunki bu temir jiteli desak ham bo'ladi. Yo'q, tushmadi hozircha. Yana bir marta. Tak, temir qayerdandir paydo bo'ldi. Oppa, yaxshi, yana bir marta. Tak, bo'ldi. Hozircha yo'q, bu qaysiniki? Umuman tushunarsiz yana bitta bor ekan bu yerda. Mayli, nima qilardik? Blok problema bo'lyapti. Oppa, shuncha bloklarni tashlab oldim prosta tak. Endi nima qilamiz? Mana taxtani ishlatamiz. 1 2 3 tushmadi. O'yinni ovoz bormi? O'yin ovoz ketdi. Datapak juda ham g'alati ekan. O'yinni ovoz ketdi prosta. Bu databakdan to'shim bilaman. Tak.
Xo'p, temirlarni maksimal darajada pishirib olamiz. Bizga temir bloklar kerak bo'ladi. Bunga ham temir qo'ysak bo'ladi. Xo'p, nechta temir blok bo'ladi hozircha? Ko'ramiz. Temir bloki 3 ta ekan, mayli. 3ta bo'ldi. 3ta bo'ldi. Jitlarni chaqirsak ham bo'ladi. Biz plastinkasi kerak. Yana obbo. Temir bloklarimiz bor. O'shlardan qaysi biri kerak? Bir xil manimcha. Bu ham bir xil narsa. Rangi bir xil, короче. Rangi bir xil, demak, resurs pakka, data pakka ja to'g'ri ishlamagan, versiyada adashgan bo'lsam, menimcha adashgan. Da. Xo'p, agar sizlar shu data pakdan foydalansanglar, versiyasi 1.19 o'zi. Ham 1.19 dan kirgan, 3 digital, tepada qolganlari bormi? Borligini aytaman. Xo'p, bo'lmasa ko'raylikchi, nima kerak edi? Tak, shu emasmi? Yo'q. Endi biroz xohlash kerak. Mayli, qo'yib ko'ramiz. Chiqmagan jonlar. Okey. Sam. Shu ekan u. Wow. Va bu. Xo'p, endi nima qiladi bilmadim. Ko'ramiz. Darajasi oshtirib konkret. Okey. Olmos va mana shu olmosdan tushadi. Olmos. Chistimiz endi olmos kerak. Yaxshi, chisi yo'q. Mayli. Temirlar to'qilsak ham bo'ladi. Kerak emas bizga. Xo'p, jitellarim endi menga olmos kerak. Menga olmos topib beringlar. Ketdik. Va uchigan yaxshi emas. 3-chi bu to'rtta bu. Qanaqasiga iste'moldan ketdi. Yordam. Wow, yaxshi ketamiz. Menga olmos kerak. Olmos. Ya, qo'linglar. Dakansa. Tushdimi? Tushunmadim. Shuni yo'qmi xudo biladi. Hop, ko'mir, ketamiz. Menga olmos kerak. Olmosdan tushish kerak. Oltinlarni beryapti. Yaxshi. Emas, yo'q. Bizga olmos kerak. Jitellar dagancha ketamiz pastga, yana pastga. Pastga tushinglar. Yo'q. Prostadak. Birdaniga ko'p narsa sindiradi deblar. Hop, lapeslar zuri yo'q. Kerak emas. Kon. Wow, 1.5. Suv. Yo'q, jinimsan. Nima qalo? Tak. Shift bo'lsin shu televizor. Tak, suv yo'q pastda. Suv yo'q, hozir tushdan turishni o'ylaman. Yaxshisi o'zimiz prosada tushamiz. Jitelarim yiqilib ketdi pastga, men ko'rdim. Hop va yo'q. Abbo. Ko'rdonagina jonim bor. Ishlar chaqirib qoldim, jinniga o'xshab. Xo'sh, moblar yaxshi. Asosiysi tirikman. Shunisiga ham shukur. Tak, temirdan yasab olsammikan branga o'zimga yo'qmi? Xo'p, jitel mana shu yerdan tekstlab tashlagan bo'lsa, rahmat. Redstone kerak emas. Xo'p, mana shu lavani olib tashlaydigan bo'lsa. Olmos. Bo'ldi. Xo'p, nechta olmos bor? 4 ta. Olmosdan branga yasagan, chunki olmos mana eng zo'r olmos. Tak, sindiringlar, buzinglar, daldalar. Olamadim, hech yo'q. Xo'p, plastikasi tushdimi yo'qmi bilmadim. Nima desa boshim qiladi uchun. Nima yo'q. Ketdik. Yana. Suv amayli chiqsa. Ketdik. Suvni olib tashlaylik o'zimiz. Yaxshi. Olib tashlaylik suvni, kerak emas. Olmos. Olmos deb yuribman. Qo'shimni avvalo ketamiz. Xo'p, qiziq bilib bedrock qismini biladim. Mana olmos. Mana shu olmos. Hozir ko'ramiz. Olmos bo'lishi kerak. Xo'p, olmos bloki, olmosdan qilich kerak bizga. Shu ham ko'p kerak ekan. Mayli, jitellar olmos topaylik. Hoppa, topdi. Yaxshi. Nechta bo'ldi mana? 17 ta. Biringa yetadi. Yana kerak. Mana. Yana. Hoppa, topdi. Yaxshi. Hop, 22 ta. Ja pastga tushmanglar. Pastga tushib yaxshi. Da. Hop, 30 ta. Hop, qilichga qancha ketadi? Blokga 9 ta ketadi. 9 karra 4, 36 ta blokga ketar ekan, yana 2 ta qilichga 2 karra 4, 8, 36 ga 8 qo'shsak 40. Hop, bizda 32 ta bor. Hop, yana olamiz. Yana rahmat. Demak, faqat endi nimalar uddalansin deyapti. Bu juda ajoyib. Topdi. Wow. Bu ekan to'g'risi tak jinniga o'xshab hamma joyga tashlash kerak ekan. Bo'ldi. Adashmasam, nasi chiqdi. Lekin shoshmaylik. Konkret ko'ringiz, reson kerak emas.
Por qayerdan keldi bilmadim, mana chiqib keldi. O, mana bunisi oq edi. Mana nihoyat chiqdi, olmoslar. Ko'payib ketdi. Olamiz. Xo'p, mana shu oq mana, точно. Mana shu oq shu bilan tashlab olsak bo'ladi. Bu ham kerak emas. O jitlar, qarasizlar, u qo'rqinchli odamlar bunaqa qorong'uda. Ketdik. Qolgan jitlarim tepadan ish qilib, cho'ta 3 ta ishlab 4 ta ishlab bo'ldi. Qolganlari yurib maza qildi. Kecha. O, mana yo'l sindirdi. Da. O'qti. Qancha yetadi? 64 ta ketdi va 64 ta 65 ta. Normal. Bo'ldi. Va nihoyat bizda olmos darajasi ham bor. Cho'p. Bizga 8 ta yetadi. 84 yetar ekan. 1 2 3 4 qilichlarimiz bor. Olmos bloklarimiz kerak. Olmos 4 ta kerak bo'ldi. 2 3 4 ta. Xo'p, endi branya yasab olaylik. Chota branyasi ham yaxshi emas. Bor. Ol. Nada qolish. Nimadir. Nimani tashishga hayronman. Ko'ramiz. Tashlashga. Ishtoniyamiz. Oyoq kiyim. Oxirgisi. Oyoq kiyim. Mayli, qilardik. Hozir. Bo'lmasa buni yasab olamiz. Qilishdan ko'pchisi. Agar oxirgi element plastinkani qo'ysak, joy. Bum. Come on. Endi nima qiladi bilmadim. Xo'p, menimcha oxirgisi shu edi. Yo'q, yana bor ekanmi? Endi jemchug kerak ekan bu uchun. Endi jemchug lazurit menda bor. Lazurit menda bor. Kiyozimga 4 ta yetadi işte bo'ldi. Xo'p, olmos yana kerak lekin. Krasnik uchun rahmat. Xo'p, olmos topinglar yana. Oho, ajoyib. Mana buni ham bedrock sindirib deyman. Bittaman. Bedrock sindirdim hozir. Jitlar. Hammasini tushunaman, lekin bedrock sindirish kerak. Bedrock sindirib tashlaydi bular. Bedrock sindirish kerak emas, o'lib ketamiz u hammamiz. Tak. Yo, tushunarli. Menga bunaqangi narsada kerak emas hozircha. Xo'p, olmoslarimiz 26 yetadi. Bo'lmasa bizga obsidian kerak. Xo'p, obsidianni lavadan olishimiz mumkin. Lava topishimiz kerak bo'ldi. Mana shu yerga qo'llab ketinglar, lava 0 chiqib qolsa, yo tepaga iloji bo'lsa pastga qo'llamanglar. Endi umuman faqat tepaga. Faqat tepaga o jitil, tepaga. Tak, tepaga. Oh, yaxshi. Yomon emas va tepaga. Tepaga chiqib qilishim kerak. Yo, ajoyib. Buncha temir qayerda? Minecraftda to'g'ri. Temir zavodmi? Baloga yop chiqamiz. Ketdik, mana shu yerga qo'lab ketinglar. Yaxshi. Nimaga yana pastga tushyapsan san? Obbo. Mayli. Qisqacha bu chang qayerdan olsam bo'ladi? Lapisdanmi? Nazoritdan olsam bo'ladi. Manimcha, shu yerda iloji bo'lsa tepaga qo'lab ketinglar, u baraka topinglar. Tepaga. Tushunarli. Bunday farq yo'q ekan. Xo'p, mana bu yerda lava topdimmi, lekin suv kerak endi bizga. Suvni qayerdan topamiz? Suv bormi qayerdadir? Agar suv topsam shu zo'r bo'ladi. Jizalarga suv topib beringlar. Suv ketdik. Va olmos, cho'ta ko'payib ketdi. Olmos ketdi yana. Lava. Qaylar. Bular jo'nam ketmayapti. Ana yerda nima bor ekan? Xo'p, ochib ko'ramiz. O'zi shuncha narsam bor, lekin o'shanga ham baribir qiziq, juda ham qiziq. Ko'ramiz nimasi bor ekan. Xo'p, bu yerda bizni porox kutayotgan ekan, yomon emas. Oltin olma ham bor ekan, oltin olma kerak. O'sha oltin olmani o'zim ham yasashim mumkin. Xo'p, bo'lmasa jitellar tepaga, sizlar o'lmadingizlarmi hali? Yaxshi, yomon emas. Qolgani qani? 2 ta faqat bu yerda. Yana bor edi menda. Mana 4 ta tushar ekan, demak faqat qonga. Yo'q. Suv topdim. Va nihoyat istochnikka yaqinda degan umiddaman. Xo'p, bo'lmasa keyinlarda bitta pechka yasab olamiz. Bir pechka deyman, paqir yasab olamiz. Bo'ldi, paqirimiz bor. Xo'p, shu yerdan o'tib olsak, ishi zo'r bo'lardi. Va iloji bo'lsa istochnik yaqinda bo'lsin. Obbo, ketdi endi bu. Nerga chiqib ketsa kerak menimcha. Tak, qo'limda fakel bor-ku, ikkinchi qo'limda nimaga? Jitellardan yana yordam so'raymiz. Jitellar natija berib turinglar. Rahmat, faqat meni kovlab ichkariga olib ketmasinglar bo'ldi. Tak va tepaga chiqamiz. Xo'p. Qayerda boshlangan bu suv? Baraka topib, menga bir paqirgan suv kerak bo'ldi. Mana topdim.
Yo'q, shuni ham sal qoldi ketardi. Xo'p, ana endi menga lava kerak. Men ko'rgan lavani oldiga boramiz. O, lava topildi. Creeper. Qo'lida nima edi bularni? Qilichmi? Vau, yomon. Men bularga olmasdan qilich berdim, o'shani ishlatyapti. Yo, ajoyib. Lapis chiqdi. Xo'p, lapis lazulida menimcha plastinka chiqishi kerak. Shuni yo'qmi, xudo biladi. Endi u yog'ini men bilmadim. Tak, bo'lmasa lapis sindiringlar. Okey. Qanaqa qilib men buni ajratsam bo'ladi? Kerak emassan tashlab olish kerakmi? Kerak emas. Krem bir dona yetadi, qolgani в общем kerak emas. Bular hammasi bir xil ekan. Redstone kerak emas, temir kerak emas. Taxta tursin, mayli, olma tursin. Lapis ham kerak emas. Ender jemchugam kerak emas. Mayli, topamiz, jemchugam topamiz. Bo'ldi, biz ham kerak emas. Xo'p, jitellar menga lava kerak, lava. Mana shu yerda lava bor edi-da, aniq bilan bor edi. Yeb olamiz. Yana. Ko'linglar, qarab o'tirmanglar menga. Tek. Qayerda edi? Mana shu yer, mana bu yer ko'linglar, mana bu yer pas ko'linglar, pas berdi. Yaxshi, ajoyib. Ko'linglar bo'lsa. Ko'linglar bizga obsidian kerak. Tek va qanisizlar. Abbo, yitirdim men yana istochnikka. Ko'linglar. Bedrock chiqdi. Xo'p, bu obsidian ham normalniy, obsidian emas, lava ham normalniy, lekin qayerda boshlangan, bu tepaloqda boshlangan. Faqat bedrock ehtiyot bo'lib qolinglar. Tek. Xo'p. Ajoyib. Xo'p, suv qo'yamiz, bo'ldi. Ana endi jitellar menimcha obsidian berishadi menga. Yana bilmadim, hozir ko'ramiz. Jitellar obsidian beradi. Va yaxshi. Lava. Obsidian beradi. Ajoyib. Adga borsak bo'ladi. 22 ta obsidianim bor. Yaxshi, mana bu yerdan olsak agar beraman shuni menga. Ko'p kerak emas. Yiqilib ketamiz, bedrockdan tushib ketamiz pastga, jinnilar. Bo'ldi, ketamiz, ham shu dabdala qildim o'zi ham. Xo'p, 31 ta. Yomon emas, 31 ta normalniy. Bo'lmasa, keladi dakansa tepaga chiqam. Xo'p, va nihoyat men tepaga chiqa oldim. Menimcha qishloqchani tagidaman. Qishloqchani tagiga shuncha vaqt. Xo'p, adga borsak bo'ladi. Tak. Yana bizga nima kerak? Enderman kerak. Qayerdan topaman Enderman? Addan, точно. Bo'ldi, bo'lmasa adga boramiz. O'ylaymanki, ortimdan adga kelishadi bular. Xo'p, okey. Mana bu asosiysi, tushunmadim, вообще tushunmadim. Qaysini qo'yamiz? Mayli, hozircha ikkalashni olib ketamiz o'zimizdan. Adga qarab yo'l olishimiz kerak. Boshqa hech narsa bizga kerak emas. 1 2 3 shift bosib olmaydi, hammasini buzib tashlashadi bu jinnilar. Tek. Bo'ldi. Menimcha bo'lmaydi, kayzo o'zingiz bosing. Bo'lmasa jitellar mana shuni olib beringlar menga. Rahmat. Jitellardan, qishloqqa jitellardan otni o'ldiringlar degan. Nima qiladi? Qishloqqa jitellardan uzr so'rayman. O'zidan ketdi. Tek. Okey. Bo'ldi. Ana endi точный. Hop. Va bo'ldi. Xo'sh, menga flint kerak va temir kerak. Bo'ldi. Buni tashlab olamiz. Okey, temir ham tashlab. Temir tashlab olamiz. Xo'p, adga qarab yo'l olamiz. Jitellar ketdik. Hammasi shu yerda degan umiddaman. Va nihoyat biz addamiz. 40 minutda adga kelib oldim. O'zim chestni o'ylasam yomon emas. Creeper kelishim bilan ehtiyot. Jitellar. Ovoz qaytdi. Tepaga chiqib olishimiz kerak biz. Hop, blok yaxshi. Bloklari bor ekan. Zerakdan emas, shitadski kamin bilan. Hop, jitellar hammasi keldimi? Yo'q, bilmadim. Sunduq bor ekan. Hop, sunduq bizga bilmasdan bosib yubordim. Obbo. Shuni boshqa tugmaga qo'ysanglar bo'ladi-yu, shift nimaga kerak? Hop, bizga vizorlar kerak endi. Mana, jitellar, uringlar. Emas, uringlar. Uni qochishini qaylar birdaniga millionta jitel bilan kelgandan keyin ahvol shu. Qilich ko'tarib olgan. Tak, bo'ldi. Mana. Hozir men sizga ko'rsam, senga. Bo'ldi, ketdik. Databak juda ham kuchli ekan, nihoyatda kuchli ekan. Mana bilan o'yinglar, iltimos, ortingda turibdi hammasi. Ot bilan bizga kerak emas. Bo'ldi, jasindirish kerak emas.
ursanglar bo'ldi. Yaxshi. Oho, mana bu. Baraka topib mana uryapti. Hop, qayerdan kelding sen? Hozir senga jitellaring yetaman, ko'rsataman. Ketdik, jitellar, yordam. Okay. Ejja buzish kerak emas, baraka topkurlar. Qo'ssak ana uni urib bersanglar bo'ldi, bilmadim nima bilan. Kamon bilanmi? Enderman vashitadan kerak, Enderman topaman hozir. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Bo'ladi, yomon emas. Enderman piglinda urolmaydi, u shundoq ham urolmaydi-yu. Hech kerak emas. Okay, bu yerda nima qilganman? Eng qiziq mana bu jinlar mana urolmadim hozircha. O'zim seni urib tashlayman hozir. Tak, vashita jitellar, kelinglar. Jitellarim qani mani? Abba, jitellaring yetib ketdi. Kerak emas unaqangi hunarlar. Nima qilasizlar shunaqa qilib? Qoch. Tak. Mana jitellarim qani? Jitellar buzildi, короче. Okay, jitellar. Yordaminglar kerak hozir. Olman yetib. Biz serverda emasmiz u. Shu yerdan adashmasam? Jitellar oxirgi marta ko'rganimda. Qanisi? Abba, jitellardan ayrildik. Okay. Hozir nima qilardik? Night Vision eng qizig'i beryapti. Vision nolda turibdi. Night Vision bor. Datarak buzildi, короче. Bunaqangi ob'yom bilan menimcha buzildi. Da. Hop, reload qilib ko'ramiz. O'ylaymanki, ishlab ketadi. Diamond Dev menimcha yasaganda, Diamond Dev. Hop, va natijada men jitellarsiz qolib ketdim. Rahmat. Nima ham qilardik? Kelinglar deb bo'lmasa maqsad o'zgartiramiz. Tek men bilamasman faqat. Men bilamasman. Sizlar qanaqasiga bir-biri bilan urushib ketdingiz? Tushunamiz. Bo'ldi. Men o'zingizlardan mana harakat. Yo, bular nimagadir qotyapti, seriozmi? Nimaga qotyapsizlar? Nima? Kiyishga. Hop, bo'lmasa, o'zimiz o'tishga harakat qilamiz. Kech. Yo, o'yin qotyapti. Bu databakdan juda ham g'alati ekan. Ozi ham yopib tashlaydi. Tek va qanaqangidir bak qiladi. Juda ham bak qiladi. Menimcha ko'p shekil oldim. Tek bo'ldi. Men bu kompyuterda kecha o'ynab ko'rdim. Kecha nima deydi? Prosta Minecraft modlar bilan o'ynab ko'rdim. Bunaqangi vaziyat bo'lgan yo'q. Tak что bu kompyuterda emas, databakdan. Tek. Balkim sizlarda ishlar, tak что Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Maqsadimizni birozgina o'zgartirdik. Maqsadimiz Minecraft lekin PlayStation olish. Menimcha normal, juda qiyin emas. Mana sizlar qayerda edinglar? Bunaqa qotishda bilmadim. Bu harakat qiladi. Kerak emas uni urish. Ko'chalar. Kimga qarayapsan? Menimcha ham urish boshladi. Stop, baraka topkurlar, stop bo'ladimi? Stop. Emas, urmaydi hech kimni, kerak emas. Mana bunday o'rnab qo'yinglar, men turib boshla. Xullas kalom, ishchi mana bu ham birani qo'ydi, mana bu ham birani qo'ydi. Uringlar. Qayerdan tushmadim? Uringlar. Da. Barchaga tomosha uchun azizlar, rahmat. Qanaqasiga mana yarimta jonim qoldi, lekin men o'ldim. Juda ham g'alati. Dada akamiz challenge nashri tugadi. Juda ham o'yin qotishni boshladi. Adda umuman jitelarni boshqarib bo'lmadi va endi o'yin o'zi konkret qoldi. Bo'ldi. Men spam bo'lgan joy. Yo-ho. Va meni jitelarim chaqiraman. Jitelarni chaqiraman. Qanisidan? Короче, bular kelolmaydi menimcha. Atki portal. Atga borsam bo'ladi. Shoshmay. O'yin normalmi hozir? Narsalar, predmetlar ko'payib ketdi. Katta 5-6 mingta predmet bo'lgan bo'lsa tamom, davdaladek hamma joy. Xo'p, hozir chaqirib ko'ramiz. Agar top bilsam ularni top bilaman, top bilmasam top bilmayman. Va tushunadi. Bu portalni buzgan. Yana jinnixona. Demak, men narsalar portalni buzish kerak emas. Qanaqa yerga qaytamiz? Jinnimizlar nima balo? Yo, bilan boshqa bo'lmaganda. Короче, azizlar barchaga tomosha uchun addushi rahmat. Sizlardan kayza bo'ldi. Kelgusi videolarda barchangizni kutib qolaman. Tak. Izoh yozinglar, albatta izohlarda qanaqangi challenge qilishni yozsanglar, albatta bajarishga harakat qilaman. Birozgina o'yinimiz qolib ketdi. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Yo, jitellar qaranglar. Menga keldi. Oddan keldi bular. Jahannamdan qaytgan jitellar, ya'ni fuqarolar desam bo'ladi. Nima qani? Menimcha narsalar sizishkim ko'p. Qaranglar, nechta narsa bor hozir shu yerda. Nega ko'p emas u?
fizikani dabdal qilib tashladi. Portalni buzmanglar. Ketdik. Bay jitillar. Sizlar yashil. Endi men zajgalkam yo'q. Kelinglar. Hammasi shu yerga. Hozir qiliching ko'rdim men sen hozir. Hozir qiliching ko'rdim. Okeanni ham buzib tashlaysizlar men uchun. Okeandan yo'l ochib bering nimaga? Tek. Va pastga tushib olib, o'sha buzinglar. Yaxshi. Natijani beraylik, jonga tegdi. Kaizoga natijani beringlar, mamnunchiga. Bo'ldi, normal. Okeanni buzib tashlaylik. Menga yoqmayapti shu okean. Buzamiz, jitillar buzamiz. Tak. Hamma joyni. Tekislab tashlaymiz. Day. Narsani olib tashlamaysiz-ku. Ketdik. Buzamiz. Bedrokacha buzamiz. Dakkasi buzamiz. Tak. Qanisizlar. Jitillar mana qani. Mana. Birdaniga keldi. Demak, azizlar, maslahat beraman, ko'p jitil olmanglar. Jinnixona boshlanib ketar ekan. Bizda barchaga tomosha uchun abdushi rahmat. Sizlardan kayzo bo'ldi. Kelgusi videolarni ko'rishguncha deb qolaman. Databak juda ham g'alati ekan, juda ham g'alati. Qaranglar, jitillar yo'q, просто yo'q. Oldinda qanaqangidir xusk spam bo'lyapti, lekin darrov yo'q bo'lyapti. Xullas kelam, databak g'alati ekan. Maslahat beraman, просто o'ynab ko'rishga, lekin challenge qila olmaysizlar bu yerda. Qaranglar, suv yo'qolyapti. Mana. Bular paydo bo'ldi hozir. Yo'q edi hozir. Xullas kelam bilan tushunish qiyin. Yarimi tepada yuradi, yarim pastda yuradi. Jitillardan noroziman, rostini aytsam. Tushinglar pastga. Yo'q, mana tepada. Bola bormisan tepada? Men pastdaman. Mayli, barchaga xayr.